Akalar sizlarga byudjetli 550 ming so'mlik Wi-Fi'larimizni ko'rib chiqamiz. Har bittasi 550 ming so'm. Ertalabda aytaman, chipi bonusga qo'shib beramiz, dastavkasi bepul. Telefonlarga ham ulab beramiz akalar. Endi bu sim kartalisi akalar. Ko'ramiz akalar, sim kartalisi ikki ko'zli bo'ladi. Mana komplektida blok tanasi, dokumenti akalar. Mana buni ham hop, keyin hattoki mana shuruplarigacha chiqadi akalar. Sim karta soladigan ninachalargacha chiqadi mana. Bu qaranglar akalar, 360 aynaladi akalar, mana 360 aynaladi. Kech paytdan svetlari yonadi. Mana to'g'rini olib turadi, mana 360 aynaladi. Asosiysi bu orqasida kannay bor akalar. Musofirda bo'lsalar ham bemalol uy bilan gaplashaverasizlar akalar. Hop, kannay mikrofon bor, 360 aynaladi, sim kartaga ishlaydi akalar. Bunisi bu bitta tokka suqib qo'ysa bo'ldi, sim kartani solib. Endi bunisi akalar. Endi bu modelimizdan ham bor. Bu ham 550 ming so'm. Bu Wi-Fi orqali ishlaydi akalar. Wi-Fi orqali ishlaydi, Wi-Fi kabel orqali ulanadi. Ham to'lqin orqali ham ulanadi akalar. Wi-Fi'lar ham bo'lsa shundan olinglar mana 360 aynalar bu ham, mana u to'g'rini olib turadi. Bunda ham aytganimdek kannayga mikrofoni bor. Bemalol telefonda gaplashaverasizlar. Bunda ham o'sha blok bitanalar chiqadi akalar. Shurup-muruplarga chiqadi bu. Endi bunisi akalar. Bunisi ham bir o'zgacha yangicha dizaynda. Mana bu noshkalarga chiqyapti. Buni blok bitanasi. Keyin mana bu kamerasi, bu kamerasi narigilarga nisbatan sal kattaroq ekan. Mana bu ham 360 aynalar akalar, orqasida kannay bor. Wi-Fi ga to'lqin orqali ham kabel orqali ulanyapti. Mana noshkasini mana qatirib qo'yiladi akalar. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Mana bu chiplarni qo'shib beramiz akalar. Wi-Fi li kerak bo'lsa, Wi-Fi li, sim kartali kerak bo'lsa, sim kartalisini zakaz beraverasizlar 550 ming so'mga.